Shein olgan narsalarim yetib keldi, birgalikda obzor qilamiz. Sarafonlik shortik. Irokka. Bunday, shunaqa. Kачествоsi zo'r. Zamush, mana shu yoqib qoldi. Oldim. Asli bu edi ichida. Oldinroq ochdim-da. Sizlar bilan ham bo'lishgim keldi. Shunaqa. Kırık. Yok, 39. Zamuş. Slanis basanochki. Ertaga kechki payt Villaga ikinchi uyimizga ketib ketdik. Boramiz. IT 소프트웨어 취업 준비생이라면? O'shaning uchun basanochka slans zakaz qildim. Chunki oyog'im qadoq bo'lgani uchun ko'chaga ham tapchka kiyibman. Shuning uchun keyin buni zakaz qildim. Bu bizda urfdan qolmaydi, bu Koreyada mo'g'ul. Hech qachon urfdan qolmaydi. Mana yerda gullar bor, olaman degandim, yo'q. Qarasam boshqalarniki yoshqab qoldi, shuning uchun bunaqasidan shunaqasini oldim. Bu qirq razmir. Keyin bu o'zi qo'pol ko'rinadi. Bu qo'pol ko'rinadi, lekin kiyib ko'rdim. Buni sizlardan oldin o'zim ham yechib ko'rdim-da. Oyog'im lop-pol oyoq, lekin qo'pol ko'rinadi. Menga juda ham yoqdi, shimlar bilan, shortilar bilan juda ham yaxshi tushadi. Xudo xolasa ertaga kechki payt qaynonamnikiga boramiz, ikkinchi onamnikiga. Uyda ham kontent video olishga harakat qilaman. Ozgina mazalari yo'qligi uchun hozir hech kim nimasiga sig'mayapti. Yuragiga sig'mayapti. Aslida turmush o'rtog'im bular bilan asli videoni yurg'izishga, YouTube yurg'izishga, Instagram hammasini yurg'izishga qaror qilib kelishib olganda u rejalar o'zgarib ketdi. O'shaning uchun uncha YouTube ololmayapman, YouTube'ga video ololmayapman, chiqmayapman. Charchadim. Bugun raspekovka shulardan iborat. Yoqqan bo'lsa